Dachani narxi necha pul qilamiz, oka? 1,5 million. Oilaviy faqat. Qaysi chislog'icha? Shu oy oxirigacha-da. Tak, mart oxirigacha-mi? Yo'q, keyin Aprel oxirigacha 1,5 milliondan oylik ilpatlik dogovorni, shanba-yakshanba kuni yana dogovorni, to'g'rimi? Shanba. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, qaranglar, kirgan shunaqangi atmosferni chotki manzaraga ko'zingiz tushadi. Shunaqa dekorativni gullar ekib qo'ygan. Ichkaridan svetlantirma birga yoqib va egasini ko'rib chiqamiz. Oq kuyni birga ko'rib chiqamiz. Dachada nima sharoiti bor? O, mashalloh, dachani zo'r qilib qo'yibsiz, Farruh aka. Xo'p, kirgan uголок mebel, PlayStation, televizor, bu tomonda ustol, zimniy kuxnyasi bor. Xo'p, birinchi spalniga bu aka. Olyapsanmi? Ha? Mana birinchi spalnisi 4 kishilik. Buni ba'zan sinirda ko'ramiz aka endi. Haqiqatan dachani remotini did bilan qilib qo'yibsizlar va hamma sanuzurlari bor ekan. Bunda ham bor ekan. Bu spalnilarimizni mana bu zimniy basseyn bo'lsa kerak, chiroqlari bo'tdan, mana shundan kelib yoqasizlar svetlarini. Mana basseynda qarang kattaligini. Nechi bu aka? 15 zimniy basseyn, suvlar qaynoq, saunamiz finskiy, o'tilli, demak benzinli qilib berasiz. Ha, bemalol. Tepani ham ko'ramizmi o'zingiz bilan aka? Живой, mana mana shunaqa video живой bo'ladi, chunki bilasizlar, biza asli chorvoqli bolalar mana shunaqa video oladi deydi. Xo'p, qaranglar. Bu letniy zona ham zimniy zona. Xo'p, tapchan, stolni tennis, qozon o'choqlari hammasi gazlashtirilgan. Tapchanning kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Mazza qilib dam olasizlar. Proyektor bor, mana bu Imkon Plus Pro Max'larni qo'yib qo'yibdi. Mana shuna tapchandan o'tirsanglar, polni chorvoq kunduz kun tomosha qilsanglar bo'ladi. Xullas, do'stlar, pastda Farruh aka nomerini qoldiraman. Oka o'ziga promo chiqishadi. Aytilgan narx bo'yicha ketdi, to'g'rimi? Mana Shomus telefonlar Farruh aka, Farhod aka nomerlari bemalol telefon qilib bog'lanaveringlar. Sog' salomat bo'lsin.